Matiz'ni puliga Lacetti 2011-yil kraskalar top toza mexanik ikkinchi pozitsiya. Diska balonlari joyida. Faqat mana kalinkalarda bu Lacettilar kasal ekan. O'zi kalinkasi petnosi bor, ikkala tomonda ham bor. Qolgan yog'i top toza, umuman qirilgan, chizilgan joyi yo'q. 2011-yilda toychog'imizni vashi arzimaga, juda ham arzon pulga beraveramiz. Haqiqatan ham Matiz puliga to'g'rasida hozir 420 mingcham yurgan metani bor, magnitofoni, mexanikamiz, polik, chexol hamma yo'g'i bor. Mashinamiz o'ta chiroyli holatda, yiliga nisbatan yaxshi holatda turibdi mashinamiz. Urinmagan, motor hadovilari yaxshi holatda. Bemalol ko'rasizlar. Mana shu mashinamizni taxmin qilib turinglar, nechtaga beraveramiz. Motori 1.8. Chotki xullas motor hadovida ortiqcha ishi yo'q. Endi qarab, faqat olib haydash kerak, minish kerak. Nima deb o'ylaysiz, kommentarga yozinglar, nechta pul deb o'ylaysizlar, mashina nechta pul bera olsak hisoblaying chiqadi. Endi qaranglar, buni 4000 ga beraveramiz. 4000 ga Lacetti menimcha bo'lmasa kerak. Kraskalar